Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim 10 marta ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan ahadan somadan lam yattakhiz sohibatan wala waladan walam yakun lahu kufuwan ahadun desa Alloh unga 40 million hasana yozadi dedilar. Zikrning ma'nosi quyidagicha: Allohdan boshqa iloh yo'qligiga, uning yolg'izligiga, uning sherigi yo'qligiga, yakka-yu yagona ilohligiga, somadligiga, xotin va farzand tutmaganligiga va unga hech kim teng bo'lmasligiga guvohlik beraman. Bu zikrni 10 marta aytib 40 million savob olish naqadar oson. Shuning uchun ham ulamolarimiz zikr tufayli